Assalomu alaykum. Mana bizga yuborgan buyurtmamizni qabul qilib oldik. Mana bu yerga o'rnatdik, filtr apparati, suv filtri. Bu Navoiy viloyat Nobog'or tumaniga keldi. Samarqanddan suv filtri zakaz qilgandik. Mana shu Bektosh degan yigitdan, Bektosh ukamizdan. Mana shunday korobkada posilka qilib jo'natdi, pochta orqali qabul qilib oldik. Videoda ko'rgandek qilib siz tashlagandek qilib tashladik. Mana o'zi qopqog'i. Mana tumishkani tagiga, rakminani tagiga o'rnatdik. Siz aytgandek qilib hammasi original ekan, to'g'ri. O'zim e'tiborli bo'lib, videoingizni ko'rib uni qildim. Mana shu yerga o'rnatdim, o'zimiz vodoparod suvda tagiga. Kecha o'rnatgandim, endi kecha suvni ichmadim, ro'za edim. Bugun kecha kechqurun og'iz ochib suvni tekshirib, mana bugun ertalabiga suvlarni tekshirib, zakonda qilib, mana sizga bitta rahmat aytib qo'yish uchun bitta video qilyapman. Mana nasib bo'lsa, yana mijozlaringiz ko'payadi. Chunki men ko'p odamga ishonch qilib aytdim qo'ni-qo'shnilarimga bu filtrda. Hozir mana bunaqa apparat ham qo'shib berib yuborgan ekansiz, iltimos qilganga. Mana men yaxshi, rahmat. Kim olsa zarar qilmaydi. Ishonchli. Mana undan ham bitta qo'shib beradi. 1,600,000 ga oldim men buni. Pulini o'tkazdim, ketirib berdi. Pochta orqali. Mana undan hozir mana shu suvni tekshirish uchun tekshiramiz mana shu suvlarimizdan. Bu filtrli suvini ham, keyin buni ham. Mana shu tumchiga mana shunday turar ekan, bezarar bo'lib, ixchamgina. Mana bu biza vodoparodning suvi. Mana hozir tekshiraylik. Mana ko'rdingizlar? Mana bu tekshirilgan apparat. O'zi ko'rinyaptimi? Mana 00. Qattiqligi, sho'rligi. Endi buni to'kib tashlab, mana bu filtrda tekshiramiz. Endi hozir shu suvni mana bu tekshiryapti. Tozalab beryapti-da. Mana bu filtrdan chiqqan suv. Mana bu o'sha narsa. Yo'lga qo'y degani. Mana 0,25. Suvga gap yo'q lekin suv. Mana endi suv ichgandek bo'lamiz-da, nasib bo'lsa. Tavsiya qilaman mana shu apparatdan. Ixchamgina, arzon, qo'yish qiyin emas. Juda ham qimmat narx emas. Har qanday odam olsa bo'ladi. Rahmat sizga. Doim xalq xizmatidan charchamang. Rahmatlar eshitib, sog' bo'ling.